bir vaqtlar kambag'allik paytimizga ishmadam bo'lmaganga ayam men uchun bir tilozligini sotib men davlatgan edi. Shu uyda sizcha olib marhamat. Tilla o'zingizlar muborak bo'lsin. Mana bu qaytar dunyo bo'ladi. Ortig'i bilan farzandlaringizdan qaytayotgani bu haqiqiy muhabbat. Kim umrini uzoq bo'lishini, rizqini keng bo'lishini xohlasa, ota-onasiga yaxshilik qilsin asli. Ularning duosini olsin. Eng yaxshi narsa birinchi navbatda ularga bo'lishi kerak. Demak, inson eng yaxshi ko'rgan narsasini birinchi bo'lib onaga ilinish kerak. Ey birodarlar, kichkinagina 5 yashar bolangiz bir narsa yegisi kelsa, har qancha charchagan bo'lsangiz ham bozorga borib olib kelasiz. Lekin biror marta onam nimani xohlayapti deb so'ramaysiz. So'ramaysiz. Ona hech qachon aytmaydi. Yetgan taomini bolamga deydi. Onajonim, gul rayhonim, mehribonim, tug'ilgan kuni. Onajonim, onajonim, mehribonim, tug'ilgan kuni. Quyosh qadar mehrining nuri dunyolarida umrim mazmuni. Gullar soching, shirin iforlar. Bugun onam tug'ilgan kuni. Qaldirg'ochday boshimda giryon, baxtim ko'rib baxtlidir har on. Aziz jonim, bo'lsinlar omon. Bugun onam tug'ilgan kuni. Onajonim, gul rayhonim, mehribonim, tug'ilgan kuni.